Assalomu mana chetdan ovoz qancha bo'ldi aka? 23. 23 million. Voy. Mana 23 million so'm bo'pti. Aka qancha bo'pti simital? Sotishdan. Assalomu alaykum Azbek kanali obunachilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza Oltiariq chorva bozoridamiz. Mana lajlar bosib qo'yasizlar, bizga obuna bo'lasizlar. Akalar mana novvoslar qancha bo'pti? Malates meni ukam keldi. Bos. Qancha bo'pti? 25 dan 30 gacha bo'ldi. 25 milliondan 30 gacha bo'yapti. Narx qilishga berilgan yo'q aka. 55 ming tortdi. 55 mingdan tortishga berishgan yo'q aka. Qancha bo'pti bunisi? Shvet. Laj asaytlar kellar. Simital qancha bo'pti? Simitalga qancha boribdi? 30 million. Berilgan yo'qmi? Qancha so'radi tarozga? Tarozga 65 ming. Tarozga 65 ming. Logro ketdimi senlar? Ha, qo'ymaysizlar ekan. Bu shvet qanchaga boribdi? Aka. Aka qanchaga boribdi? Mana juda partarashlar chiqibdi mana kelaverasizlar. Boqmalar. Kimniki ekan? Mana kelaverasizlar, hammalaringizni Oltiariq chorva bozorida kutib qolamiz. Azvetus. Doston berdi. Chat soqoli o'sib ketibdi. Doston aka, 25 millionga sotasizmi? Qizil 25 riyol. 25 million so'm qilishyapti, berilgan yo'q. Mana qizilini. Bular qancha qilishdi? Mana onisini 27, mana onisini 26. Mana onisini 27, mana onisini 26. Mana onisini 25. Bunisini 25 million qilishibdi, shvetni. Egasi Doston bey uni. Chachi yo'q. Mana Chal. Yeni so'rashib qo'yaylik. Sal nari o'ng qo'lda. Ey, demisiz? Nima aytmadingiz zalga bormay? endi bora. Endi borib. Qanchaga boribdi? Mana novvoslar kelaverasizlar. Sog'lom.